Choy Balasanning va'disi uchun to'langan badal. Ikkinchi qatimliq Ko'kto'qay qo'zg'ilini portlab, Sovet geologiya xodimlari qozoqlarning to'yuqsiz atgan o'qlarga yem bo'lganlik xabari Sovet ittifoqi ichki ishlar komissariyatining rahbari Stalinning tunji qitim atom bombasi yasash taklifini bergan Beriyani cho'chitib etib, uningga yangi bosh og'riqi paydo qilib yana 16 kundan keyin, ya'ni 1941-yili 22-iyun tong saharda Gitler armiyasining Bertis qo'rg'oniga to'yiqsiz hujum qo'zg'ishi bilan boshlagan Sovet ittifoqiga qartilgan umumyuzlik hujumlari tatliq uyquda yotgan Stalinni cho'chitibdi. Moskvadan taxminan 4000 kilometr yiroqlikdagi tog'liq shahar Urumchida Stalinga murtliqqa qo'l berib, 8 yildan beri uning qo'nchiqi bo'lgan Shinsaymu bu dahshatdan andikib ketgan bo'lsa-mu, biroq miyig'ida kulib qo'ydi va darhol o'zini qutuldirishning yangi planiga tutish qildi. O'zini dunyodagi eng qudratli va ulug' davlat deb atagan Sovet ittifoqining bir qancha million kishilik Qizil armiyasining Gitler armiyasi tarafidan qisqagina bir qancha oy ichida yo'qotilishi, Germaniya qo'shinlarining chaqmoq tezligida Moskva bosog'isiga yetib kelishi, Shinsayning asli mohiyati va maqsadining oshkorlanishiga sabab bo'ldi. Shinsayning o'zi bilan hech qanday qondoshlik, millatdoshlik o'rtoqligi bo'lmagan. Gruzin qiniga mansub, ammo ayni vaqtdagi dunyoning eng qudratli diktatori hisoblangan Yusuf Stalinning oldida bergan Marksizm-Leninizmning sodiq murti bo'lish qasamiyatining faqat Sharqiy Osiyo hukmronliklarining tarixdan buyon davomlashib kelayotgan ko'ni an'anasi, ya'ni huquq va xususiy manfaat uchun yotlarga yor bo'lib, uning kuchlik shapaligi bilan qondoshlarning yuziga selish taktikasini amaliylashtirish uchunla ishkanligini chandirib qo'ydi. Qisqasi, Shingdoban do'sti Stalinning beshiga kun tushganda baribir o'zi bilan qondosh, ammo ko'ni raqibi Jonkayshi bilan ittifoqlashishning yo'llarini izlab, o'zini marksizmchi emas, balki Sunjunshanning 3 maslikining cho'qing'ichisi qilib ko'rsatishga boshladi. U o'zining Jungo markaziy hukumatidan xufiyona holda Sovet ittifoqining harbiy, siyosiy, iqtisodiy ta'sirini bu o'lkaga boshlab kirganligi, hatto Sovet kompartiyasining a'zosi bo'lganligidan iborat jinoyatlarni oqlash uchun Sovet ittifoqiga qarshi qattiq maydonni ifodalamay bo'lmaydi. Buning uchun Sovet ittifoqining o'lkadagi zo'migarligi, Sharqiy Turkistonning yer osti boyliqlarini xohlagancha qezib elib ketib, bu yerni xom ashyo bosiga aylantirib olganligi, shundoq bo'lishiga qaramay, o'zining barliq tirishchanligi bilan Sharqiy Turkistonni mangu Jungoning bir o'lkasi sifatida saqlab qolganligini isbotlashga tirishdi. Jonkayshimo o'zining o'lkadagi imtiyozini tiklash uchun Shinsayni o'z qo'yniga elib, uni markaziy hukumatning Sharqiy Turkistondagi egilik huquqini asli keltirish plani bo'yicha ish ko'rib, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan barliq aloqalarini uzishga buyurdi. Haqiqatan, Shinsay 1942-yilining oxirida Sovet ittifoqiga qarshi oshkora maydonga chiqdi. 1942-yili 10-oyda Sovet ittifoqi bilan tuzilgan konsessiya kelishimini bekor qilganligini e'lon qildi. Hamda Sovet ittifoqining konchilari va geologiyalik tekshirish elib berayotgan xodimlari harbiy texnika xodimlarini 3 oy ichida elib chiqib ketishni talab qildi. Biroq Sovet ittifoqi taraf buni rad qilib, kasbiy diplomat va razvedchik Georgiy Pushkinni Urumchidagi bosh konsullikqa avatib, Shinsay bilan so'zlashib, uni iddisidan voz kechtirishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq unumga erishalmagandan keyin Pushkin Shinsay bilan elib borgan uzun vaqtlik suhbatda uni Sovet ittifoqiga qarshi turishdan yondirishga yana bir qatim tirishgan bo'lsa-mu, Shinsay qat'iy pozitsiyada ching turdi.
Oxiri 1943-yili 10-aprel kuni Georgiy Pushkin Shinsayga Sovet ittifoqining barliq geologiya xodimlari va konchilarining xizmatini to'xtatganligini hamda ularni va konchilik uskunalarini elib chiqib ketadiganligini bildirdi. Shinsay bo'lsa, Sovet ittifoqining 6-oygacha barliq konchilari va geologiya xodimlarini elib ketishni yana bir qatim talab qildi. Pushkin orqadan Shinsay bilan ko'rishib, uning talabiga binoan Sovet ittifoqining Qumuldagi 8-polki va aviatsiya atirtini elib ketadiganligini bildirdi. Natijada Qumulda 6 yil turgan Sovet Qizil Armiyasi 5-oyning 14-kunidan e'tiboran chekinishni boshladi. Shinsay Jankayşining ko'rsatmasi bo'yicha yana Urumchi Tudunxabadagi aeroplan zavodini hamda Ili, Urumchi, Guchung va Qumul qatorliq joylardagi Sovet ittifoqi havo armiyasining barliq aloqa sistemasi va havo armiya bazalarini taqab, Sovet ittifoqining bu o'lkaning havo bo'shligiga bo'lgan kontrolligini bekor qildi. Shunday qilib 1943-yili 5-oyga kelganda Sovet ittifoqi o'zining Sharqiy Turkistonda tiklagan barliq imtiyozlardan butunlay ayrilib qoldi. Bu vaqtda qozoqlarni Sovet ittifoqi konchilariga hujum qilishi va Sovet ittifoqi qarshi kayfiyatda bo'lishi Shinsay uchun foydali omillar bo'lib qoldi. U bir tarafdan qo'shin avatib, Sovet ittifoqining qon qazish ishlarini qo'g'diganda ko'rinsimi, lekin Osman Baturning odamlarining Sovet ittifoqi konchilari va tashqi Mongoliya fuqarolariga parakandichilik silish harakatlarini uzil-kesil yo'qotmadi. Shuncha kuch ajirtib, ikkinchi qatimliq qo'zg'alongni bostirib, butun Oltoyni qaytadan tinchita olgan Shinsay qandaqsiga hech bir tayanchi bo'lmagan Osman Islom va uning bir qancha odamini yo'qotolmadi. Nima uchun shuncha ojiz holatda turgan Osman bilan suhbat o'tkazib, uni tinchlantirish va o'ziga ishiltish yo'lini tutdi? Bu yerdagi sabab Osmanning Sovetga qarshi kommunizmga qarshi turish iddiasi shunga kerak bo'lib qoldimi qandaq? Degandek savollar qo'yilishi tabiiy. Chunki Shinsay 1942-yildan keyin bir qism turmada yetayotgan Sovet ittifoqiga ashaddiy dushmanlik iddiasi bor odamlarni qo'yib berishga boshlagan bo'lib, u mazkur odamlarning Sovetga qarshi turish iddiasidan foydalanmoqchi bo'lgan. Alixon To'ra qatorliq bir qism 1937dan 1938-yillarda qo'lga ilinib, o'ltirilmay qolgan kishilarning qo'yib berilgandan keyingi vaqtlarda Sovetga qarshi tashviqot qilishlarining Shinsay tarafidan biroqla cheklanmasligi ana shuning misoli bo'lsa kerak. 1943dan 1944-yillarda o'lkadagi bir qism yuqori martabalik va obro'li kishilar Sovet ittifoqi bilan Shinsay ham Gomindangning talish obyektiga aylangan bo'lib, har ikkala taraf boshda bu kishilarni zarba berish obyekti qilgan bo'lsa, amdilikda ular yerlik xalqning yuqori obro'li kishilarini o'z manfaatlari uchun ishlatishga intildi. 1942-yildan boshlab Shinsaydan umid uzgan Moskva yerlik xalqning ana shu obro'li odamlarining burun Sovetga qarshi turgan tarafi bo'lishidan qat'iy nazar ularni kuzatib, yeniga tortishga tirishdi. Chunki Stalin Shinsaydan o'ch elish harakatida bu kishilarga tayanmay mumkin emasligini yaxshi bilardi. Uning aksicha, Shinsay va yoki Gomindang doiralarimi Sovet ittifoqiga qarshi turishda mazkur kishilarni tashviqot vositasi qilishning unum berdiganligini bilardi. Ana shu ehtiyoj tufaylidan Sovet ittifoqi taraf Ili, Cho'chak, Oltoy va boshqa joylardagi jamiyatning yuqori va 100 obro'li qatlamlariga mansub ziyolilar, savdogarlar, diniy zotlardan tarkib topgan bir qism kishilar bilan aloqa o'rnatgan bo'lib, Ili da'vasidagi Ozodlik tashkiloti
va cho'chakdagi milliy ozodlik uchun kurash tashkilotining a'zolari, shuningdek Jimnaydagi Molla Islom Ismoilov qatorliqlar buning tipik misoli edi. Sovet ittifoqi ayni vaqtda Tangri tog'larining shimolida Shinsega qarshi jang qilishni davomlashtirayotgan birdan-bir qurolliq guruhining rahbari Osman Islom qatorliq qozoq qo'zg'olonchilari bilan yaqinlashish yo'lini izlashni muhim taktika sifatida bekitdi. Bu vaqtda Osmanning vaziyati bir qadar og'ir bo'lib, qozoq qo'zg'olonchilari Shinsayning zo'r qo'shunining hujum bilan tarmar bo'lib ketgan. Osman ozg'ina odamlari bilan partizanlik urushini davomlashtirmoqda edi. Bu jarayonda uning odamlari turmush ehtiyojini hal qilish uchun ancha-muncha bulanchiq bilanmi shug'ullangan bo'lib, Shinsayning Osman ustidan tarqatgan bandit degan tashviqotimi ma'lum darajada unum bergan edi. U gohida Mongoliya tarafga o'tib, u joyning puhralarini bulab aram bermaydi. Hatto Sovet ittifoqi konchilariga tahdid silib turadi. Mundaq bo'lishiga qaramay, Sovet ittifoqi Osmanni izchil kuzatgan bo'lib, uni Mongoliya orqali ayvashga keltirish va Sovet ittifoqi ham Mongoliyaga qarshi turmay, aksicha Shinsayga qarshi keng ko'lamda kurash qiladigan bir siyosiy yo'nalishga ega odamga aylantirib, uningdan foydalanish nishonini bekitgan. Shuni ta'kidlash muhim ahamiyatlikki, Manchang imperiyasining og'dirilishi bilan mazkur imperiyaning hukmronligidagi millatlar ishida oldi bilan Mongollar mustaqillik jakarladi. Tashqi Mongoliyaning mustaqillik e'lon qilishi va keyingi vaqtlarda Suxabatur va Choyboliston qatorliq kommunistlar rahbarligidagi Mongoliya Xalq inqilobiy partiyasining Lenin va Stalinning himoyasini qo'lga keltirib, Mongoliyaning mustaqilligini saqlab qilishi Uyg'ur, Tibet qatorliq xalqlarga zo'r ilhom bo'ldi. Qizil Mongoliya Sovet ittifoqi hukumatining Uyg'ur, Qozoq, Mongol va boshqa Sovet ittifoqi ham Mongoliya bilan chegaralangan rayonlarda yashaydigan xalqlarning milliy ozodlik harakatini qo'zg'ishi ham yordam berishida ulga ham ba'zliq rolini o'ynagan bo'lib, faqat Sovet ittifoqidan boshqa hech qanday davlatning e'tirof qilishiga ham oshkora qo'llashiga erishalmagan mazkur davlatning Moskvaning siziqidan chiqmasligi tabiiy edi. Uning ustiga o'zining bexatarligi uchun aytgandimi, tashqarqi o'z qo'shinlarining Sovet ittifoqiga va o'ziga qarshi bo'lishini xohlamaydi. Sovet ittifoqining Shinsaydan o'ch elib, yo'qitib qo'ygan turli ta'sirini asliga keltirish ko'rishida Mongoliyaning roli, jumladan uning rahbari Choybolisining roli bekitilgan bo'lib, u Stalinning kutganidan chiqdi. Tarixiy shohidlar orasida Mongoliya tarafining Osman Islom bilan aloqa o'rnatgan vaqt haqida har xil uchurlar mavjud. Bir qism uchurlarda 1942 yili 7 oyda Mongoliya tarafdan tunji qitim maxfiy vakil kelganligi aytilsa, yana ba'zi uchurlarda bu ishning 1943 yili 7 oylarda bo'lganligi so'zlandi. Lekin faraz qilinishga bo'ladi-ki, Sovet ittifoqining Mongoliyani vosita qilgan Osman bilan bo'lgan tunji aloqasining 1942 yilining oxirida boshlanganligi ehtimollikqa yaqin. Tarixiy ma'lumotlarda 1942 yili Mongoliyadan kelgan vakil Osman Islom bilan ko'rishib, uning bulongchilik qilmasligi va Shinsayga qarshi kurash qilib hukumat qurish kerakligini bildirdi. Osman buningga rozilik bildirgandan keyin uzun o'tmay Mongoliya bir kishini Osmanning qo'shiniga maslahatchilikka avatgan. Shu yili 9-oyda Mongoliyaning vakillari bilan Osman orasida o'tkazilgan maxfiy suhbatda Osmanning Sovet ittifoqining odamlari va geologlariga hujum qilmaslik, Sovet ittifoqi va Mongoliyaga qarshi turmasligi shart qilingan bo'lib, buning uchun uningga ot va chorvalarni qurol-yarog' tegishib berish to'xtam qilinib, dastlabki qadamda 36 miltiq,
6 yeshik o'q almashtirib berilgan. Bundaq almashtirishlar keyinmi bir qancha qitim davomlashgan. Natijada Mongoliya asta-asta o'z harbiy maslahatchilarini avatib, Osmanning qo'shinini chiniqtirib, uning Shinsay qo'shinlariga hujum qilish kuchini oshirgan. Ko'rilishqa bo'ladi-ki, Sovet ittifoqining dastlabki qadamda Mongoliya orqali maxfiy turda Osmanni qo'llashining muddaosi ikki xil plandan chiqish qilingan bo'lib, birinchidan Osman islom orqali qozoqlarning Sovet ittifoqining muhim harbiy strategik plani hisoblanadigan atom bombasi yasash uchun kerak bo'ladigan o'rankanlarni qizish ishlarining normal yurishiga keladigan to'sqinliklarini oxirlashtirish va Sovet ittifoqiga bo'lgan qarshilik kayfiyatlarini tugutish. Ikkinchidan, Shinsayning Sovet ittifoqidan yuz o'rish ahvolining taraqqiyotiga asosan kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan Shinsayning Sovetga qarshi siyosatini bitchit qilib, uni o'lka hokimiyatidan yiroqlashtirish ham buningdan o'ch elishda foydalanadigan tayanchlarni hozirlash. Oxirida o'xshashla Shinsay hokimiyati yo'qtilgan Oltoyni barpo qilib, o'ran konlarini qezishni kapolatga ega qilishdan iborat strategiyasidan iborat edi. Bo'libmi, Sovet ittifoqining Oltoyda texi amdili boshlagan strategik kon boyliqlarini qezish ishlarining Shinsay tarafidan biroqli to'xtatilib qo'yilishi, Moskvaning atom bombasi yasashdan iborat maxfiy strategik harbiy sanoat planiga nisbatan qattiq zarba bo'lib hisoblandi. Mana shu bir qator ahvollar ostida 1943-yili 16 mayda Moskvada ochilgan Sovet ittifoqi Kompartiyasi Markaziy komitetining yig'inining qaroriga binoan Kreml rahbarlari 1943-yilining 5-dan e'tiboran Osman islom boshliq qozoq qo'zg'olonchilarini maxfiy qo'llash ham shu orqali qo'zg'olonchilarning kuchayishini ilgari surish bilan birga Shinsay va Gomindang hukumatiga besim paydo qilishni qaror qildi. Biroq Sovet ittifoqi taraf Osman islom boshliq qo'zg'olonchilar va bir qism qabila oqsoqollarining Sovet ittifoqiga oldirab ishonmaydiganligini nazarga elib, bir tarafdan Dalilqon Sugurbayev qatorliq Sovet ittifoqini himoya qiladigan Oltoyliq ham Sovet ittifoqilik qozoqlardan foydalansa, yana bir tarafdan Mongoliyani vosita qilib, Mongoliya rahbarlarining yordamidan foydalanib, Osman islom bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirdi. 1943-yili 5-oktyabrda Mongoliya taraf vakili bilan Osman islom orasida uchrashish bo'ldi va ikki taraf orasidagi kelishim bo'yicha Mongoliya taraf dastlabki qadamda Osmonga 27 miltiq, 2600 pay o'q va bir qancha ming pay o'qi bilan 10 dona pauzur va avtomat taqdim qildi. Bu vaqtda yana Mongoliya taraf vakillarining maslahati bo'yicha Oltoy Qozoq Milliy Gullanish komiteti deb atalgan bir siyosiy tashkilot 1943-yili 7-oylarda qurildi. Mazkur komitetning qurilgan vaqti haqida har xil qarashlar mavjud. Ayni vaqtda Osman islom bilan bir safda kurash qilib, keyin Turkiyaga ketib yerlashgan qozoqlarning qarashicha Osman islom shu yili yoz oylarida xam bo'lgan. Angililik tarixchi Godferli Lias Osman islomning 1943-yili 22-iyulda Oltoy xalqlari, ya'ni qozoqlar va mo'ng'ullar tarafidan o'zlarining xoni deb jakarlanganligini yozgan. Osmanning o'zini xon deb e'lon qilishidan keyin bir qancha oy o'tgandan keyin Dalilqon Sugurbayev boshchiligidagi bir qism partizanlar shu yili 11-oylarda 12 kishilik Sovet ittifoqi maslahatchilar o'miki boshlab Mongoliya orqali Chingil noyisiga kirib Osman bilan birlashdi. Bu yerda Dalilqonning Osman islomning Qozoq Gullanishi komiteti qurish murosimiga bevosita qatnashgan yoki qatnashmaganligi aniq emas. Ba'zi manbalarda bu tashkilotning qurilishida Dalilqonning borligini yozishadi.
lekin ko'pincha qozoq manbalari buni rad qiladi. Dalilqonning Osmonning Mongoliya maslahatchilarining yordami orqali bu tashkilotni qurib, o'zini hatto xon deb jakarlab bo'lishidan keyin Chingilda paydo bo'lib, mazkur tashkilotning muavin boshliqlik vazifasiga tayinlanganligi. Buning uchun qaytadan partizanlar qabila oqsoqollari, mo'tvarlar, Mongoliya va Sovet ittifoqining maslahatchilarining qatnashishi bilan cho'ng yig'in chaqirilgan bo'lishi ehtimollikka yaqin. Mazkur komitetning tarkibida Adliya, Madaniyat tashviqot, xalq ishlari va qo'mondonlik shtab qatorliq o'rinlar qurilib, barliq partizanlar 10 atratga ayrildi hamda Osmonning nomida 8 moddalik xitobnoma e'lon qilinib, 6 oydagi qozoqlarni inqilob qo'zg'ab, o'z hukumati, o'z armiyasini qurishga chaqiriq qilindi. Osman Islom va Dalilqon Sugurboyev rahbarligidagi Altay Qozoq Milliy Gulinish komiteti amaliyotda Sovet ittifoqi Kompartiyasi Markaziy komitetining Moskvada ochgan Sharqiy Turkiston masalasiga oid maxsus yig'inida e'lon qarorining ro'yi bo'yicha har qaysi joylarda Milliy Gulinish va Milliy Ozodlik tashkilotini qurib, harakat boshlash plani natijasida maydonga kelgan bo'lib, Dalilqon kelgandan keyin mazkur siyosiy tashkilot bevosita Sovet ittifoqi va Mongoliya maslahatchilarining birlashma maslahatchiligida ish ilib bordi. Bu vaqtda Sovet ittifoqining maslahatchilari oq ranglik chidirda turganligi uchun ular oq uyning kishilari, Mongoliyaning maslahatchilari ko'k ranglik chidirda turganligi uchun ko'k uyning kishilari deb ataldi. Sovet ittifoqining vakili sifatida Popov ismli Rus general, Mongoliyaning vakili sifatida Dorji ismli Mongol general Osman rahbarligidagi qozoq qurolli kuchlarining harbiy, siyosiy ishlarga Astriddan qo'mondonlik qildi. Osman Islom bilan Mongoliya va Sovet ittifoqining zich hamkorlashishiga ergishib 1944-yili 25 fevral kuni Osman Batur Mongoliyaning Qubdu viloyatiga tutishadigan Chiglikning Bo'lg'in degan yeridagi chegara yaylig'ida Mongoliya Xalq Jumhuriyatining rahbari Marshal Choybalsan, Sovet ittifoqining Mongoliyada turishliq elchisi Ivanov, Sovet Qizil armiyasi Bayqal frontining qo'mondoni Robin, shuningdek Moskvadagi davlat bexatarlik organining rozvedka amaldorlaridan biri General Lanfang, Mongoliya ichki ishlar ministri Shagurjan va uning maslahatchisi Gerdiyev qatorliqlar bilan uchrashib suhbat o'tkazdi. Bu vaqtda Osman va Dalilqon boshchiligidagi qo'zg'olonchilar Shinseyning o'lka armiyasi va Gomindang armiyasi bilan ko'p qitim jang qilib, dushmanni chiqimdor qilgan bo'lsa-mu, lekin Gomindang hukumati har qaysi joylardan ko'p sondagi tanka, bronik qatorliq va piyoda qismlarini yo'tkab kelib, qo'zg'olonchilarga hujum qilib, ularni Mongoliya tavasiga chekinishga majbur qilgan edi. Gomindang qo'shini Osmanni Mongoliya chegarasigacha qo'g'lab kelganda, Mongoliya hukumati ularni darhol to'xtashga, bo'lmasa ikki davlat orasida urush yuz beradiganligi bilan ogohlantirdi. Osman bilan bo'lgan bu qatimqi urush jarayonida Sovet ittifoqi va Mongoliyaning harbiy aeroplanlari ko'p qatim Shin va Gomindang qo'shinlarini bombardimon qilgan bo'lib, Junhua Mingo hukumati bu munosabat bilan Sovet ittifoqiga norozilik bildirdi. Qisqasi, bu vaqtda Osman Islom rahbarligidagi qozoq qo'zg'olonchilari tashqi Mongoliya va Sovet ittifoqining himoyasiga erishgan bo'lib, Osman bir qancha ming qozoq aholisini Mongoliya tavasiga ilib ketgan. Gomindang hukumati agar tashqi Mongoliyaning ogohlantirilishini anglamay, chegaradan o'tib, Osman Islomga zarba bersa, Mongoliyaning orqasida qudratli Sovet ittifoqining turganligini, natijada oqibatning o'zlari uchun texmi foydasiz bo'ladiganligini his qilib, Mongoliya va Sovet aeroplanlarining Shinsey va davlat armiyasini bombardimon qilishiga sukut qilishga majbur bo'lgan edi. Osman Islom bilan Choybalsan
va boshqa Sovet ittifoqi vakillarining shu qatimliq uchrashishdan 2 hafta keyin, ya'ni 1944-yili 5-mart kuni Choybalasan Osman Batur bilan yana ayrim ko'rishib, suhbat o'tkazdi. Choybalasan bu uchrashishda Osmanға Mongoliya Altay qo'zg'olonchilariga yordam berish uchun maxsus harbiy guruh qurganligi, shuningdek Altay qozoqlarining vaqtliq mustaqil hukumati qurilganligi, Osmanға Baturxon unvoni berilganligi e'lon qilindi. Bu suhbatda yana Choybalasan Altayni mustaqil jumhuriyat qilib qurib chiqish, Mongoliyaning uni qo'llaydiganligi haqida va'da bergan. Ayni vaqtda Choybalasanning Osman bilan ko'rishishi, Mongoliya va Sovet ittifoqining Osmanға yordam berishi mustaqillik maxfiy harakat bo'lib, ikki taraf bu ishni maxfiy tutgan. Bu uchrashishdan keyin Mongoliya taraf, ya'ni amaliyotda Sovet taraf, Osman Islomga 395 miltiq, 200 ming pay o'q, 30 yenik pilamot, 6 eg'ir pilamot, 45 avtomat va 2000 dona granat berdi. Bu qurollarning hammasi Mongoliya xalq inqilobining vafot bo'lgan rahbari Suq Baturning o'g'li, Mongoliya davlat mudofaa ministri Golsin tarafidan 100 dan ortiq to'gi bilan yetkazib berildi. Bu Sovet ittifoqi va Mongoliyaning harbiy, siyosiy ham razvedka sohasining yuqori darajalik arboblarining tunji qatam Osman bilan kollektiv holda, shuningdek ayrim uchrashishi bo'lib hisoblanadi. Ko'rilishqa bo'ladi-ki, Choybalasan Osman suhbatidan keyin Osmanni qurol yaroqlar bilan ta'minlashga bevosita Sovet ittifoqi mas'ul bo'lgan. Ilgari berilgan oz sondagi qurol yaroqlar faqat simbol xarakterini olgan. Shuningdek, Mongoliya tarafdan ta'minlangan bo'lsa, bu qatim Stalin hukumati bevosita tunji qatim zo'r miqdordagi har xil qurol yaroq va o'q-dorilarni qozoq qo'zg'olonchilariga taqdim qilish orqali o'zlarining haqiqatan qozoqlarning ozodligini qo'llaydiganligini va'dasini ko'rsatib, ularni ishontirgan edi. Choybalasanning Osman bilan uchrashishi Stalin, Beriya, Molotov qatorliq Sovet ittifoqi oliy rahbarlari bevosita munosabatlik bo'lib, bu uchrashishdan 1,5 oy ilgari, ya'ni 1944-yili 21 yanvar kuni Choybalasan Moskvani ziyorat qilib, Kreml sarayida Stalin bilan ko'rishganda maxsus Jungariya va ichki Mongoliyada milliy ozodlik harakati ilib berish masalasini muzokara qilgan. Ani shu suhbatda Choybalasanning Osman bilan uchrashishi hamda uni qurol yaroq bilan ta'minlash qaror qilingan bo'lib, agarda Stalinning qarori bo'lmagan bo'lsa, ayni vaqtda Sovet ittifoqining 16-jumhuriyati kabi holatda turayotgan Mongoliya rahbarining o'zi xohlagancha Osman bilan uchrashish ham uni qurol bilan ta'minlashi, hatto Altayni mustaqil davlatga aylantirish va'dasini berish mumkin emas edi. Biroq sobiq Sovet ittifoqining arxivlari orasida tadqiqot elib borgan Rossiya tarixchi Anatoliy Barmin Altaydagi Sovet konsuli F. Mikhailovning Osman haqidagi maxsus doklatiga tayinib turib, Sovet ittifoqining toki 1944-yilining boshlarigacha Osmanga yordam berganligi, faqat buningdan xeyli keyinla bu haqiqiy yordam berilganligi, Osmanning ana shu yordamlar bilan kuchlanib, sentabr oylariga kelganda Sarsumbi shahriga hujum qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Barminning tahlilidan qaraganda, balki Sovet ittifoqining haqiqiy yordami faqat Choybalasan bilan Osmanning suhbatidan keyin boshlangan, shuningdek izchil davomlashgan bo'lib, Mikhailovning ikkinchi doklati may oylarida, ya'ni Choybalasan bilan Osman ko'rishib 2 oydan keyin bo'lgan. Choybalasanning Osman bilan uchrashishi hamda uningga bergan va'dalari qozoq qo'zg'olonchilarining g'alaba qilish ishonchini texmo oshirganligida shak yo'q.
Shuningdan keyin Mongoliya va Sovet ittifoqining qo'zg'olonchilarga ko'rsatadigan moddiy va ma'naviy bo'libmi harbiy yordamlari texmi oshdi. Zo'r sondagi qurol yaroqlar yana davomli yetkazilib turdi. Masalan, 1944-yilining oxirlarida, ya'ni 350 miltiq, 100 avtomat, 20 eg'ir pulemyot, 30 yenik pulemyot, 6 minamyon, 2 dona tanka atar, 100 yeshik granat va 500 yeshik o'q to'ri yetkazib berildi. Uzun o'tmay Mongoliya va Sovet ittifoqining yordami bilan Osman Islomning qo'shini 1700 dan ortiq eg'ir yenik pulemyot, avtomat, miltiq qatorliq har xil qurol yaroqlar bilan qurollanib, yaxshi harbiy mashqlardan keyin dushmanga zarba berish kuchi ham jangovarligi texmi oshdi. Gomindan qo'shinlari qo'zg'olonchilarning Mongoliya tavasidagi bazlarga hujum qilishga amalsiz qolganlikdan bu ularning o'zini kuchaytirishi uchun fursat yaratdi. Ana shuningdan keyin Osman va Dalilqon rahbarligidagi qo'zg'olonchilar ko'p qitim Ko'ktoqay, Chingil va boshqa joylarga hujum qo'zg'ab, zarba berish doirasini shimoldagi Oltay tog'liq rayonlarga kengaytdi. Bu urushlarga Sovet va Mongoliyalik maslahatchilar qo'mondonlik ishlariga bevosita qatnashdi. Kreml va Ulan Baturning ko'rsatgan harbiy, moddiy va ma'naviy yordamlari natijasida Osman Batur rahbarligidagi qozoq qo'zg'olonchilari harbiy sapa, taktika ham qurol yaroq jihatlardan kuchlanib, dushmanning muntazam qo'shinlariga taqobil turishla emas, balki onunga sap tortib hujum qo'zg'aya oladigan saviyaga yetib, ularni ko'p zarbaga uchratgan bo'lg'achqa, bu ahvol butun Oltay tavasidagi qozoq ham boshqa millatlarning kurash ro'yiga ilhom bo'ldi. Bu vaqtda Oltayning Sovet ittifoqi bilan chegirdosh noyilaridan Qabov, Jimnay qatorliq joylardami Sovet ittifoqining yordami orqasida qurolliq harakatlar boshlangan bo'lib, 1943-yili 7-oyda Atışlıq Uyghur savdogarlaridan Molla Islom Ismoilovning Sovet tarafining ko'rsatmasi bo'yicha qurgan ozodlik uyushmasi va Jimnay Uyg'ur partizanlari atirti Oltayning g'arbiy shimolidagi muhim qurolliq guruh sifatida harakat qildi. Molla Islom Shangzongning yerlik qozoq va mong'ol turlari qabila oqsoqollarini inqilob qilishga da'vat qilishning natija bermagan. Ko'p sonliq yerlik xalq vakillarining inqilob maydoniga o'zini etishdan andisha qilayotgan qiyin ahvol ostida sonining oz bo'lishiga qaramay, ko'rashga otlangan Jimnaydagi ishlamchi, savdogar va boshqa kasbga mansub 17 Uyg'urdan tashkillangan dastlabki bu partizanlik otryad amaliyotda g'arbiy shimoliy Oltaydagi tunji siyosiy mavqega ega qurolliq qo'shin bo'lib, bu qo'shin tez suratda kengayib, qisqagina vaqt ichida Jimnay qatorliq joylardagi Gomindan kuchlariga ko'p qitim zarba berdi. Jimnay partizanlarining zarbalari va keltirib chiqargan xotirjamsizliklari Shinsay va Gomindanning bu joylardan qo'shin yo'tkab, Ko'ktoqay, Chingil qatorliq joylardagi Osman partizanlariga qarshi urush qilishga yordam berish mumkinchiligini azlatdi. Ana shu qitimliq Cho'ybalisan Osman suhbatidan 2 oy keyin Sovet ittifoqining Oltaydagi konsuli Mikhailov, Sovet ittifoqi Tashqi ishlar xalq komissariyatining muavin komissari Vladimir Dekanozovga yo'llagan Osman Islom haqidagi dokladida Osman Batur boshchiligidagi qo'zg'olon guruhi avzal sharoitlarda qozoqlarning Oltayda yangi qo'zg'olonni tayyorlash va qo'zg'ashda hal qilg'uch rol o'ynashi mumkin deb ko'rsatdi. Mikhailov uzun o'tmay o'zining Moskvaga yo'llagan yana bir dokladida qozoqlar orasida mavjud kayfiyat va yuzlanishlar haqida to'xtalib, Osmanning guruhi bo'lganligi uchun Oltaydagi milliy ozodlik inqilobining taraqqiyotining afzal sharoitida viloyatning texmi ko'p aholisi Osmanning guruhiga qatnashishi mumkin.
Ahalilar arasida Osmanның gruppasi haqida Osmanlı Mongoliya Xalq Cumhuriyetining qo'llayotganligi, Mongoliyani bo'lsa Sovet ittifoqining qo'llayotganligi haqida gap so'zlar bor. Qaba noyisidagi bir qism qozoqlar arasida agarda Gomindan ularga qaratgan bisimini kuchaysa, Osman tarafga va yoki Sovet ittifoqiga o'tib ketadi deydigan gap so'zlar mavjud deb ma'lumot berdi. Ana shu Mikhaylov degandek Oltoydagi qozoqlarning milliy ozodlik harakatlari Gomindan armiyasining havo, tanka, piyoda va otliq qo'shinlarining ko'p qatimliq hujumlari ostida mag'lub bo'lmasdan balki texmo kengayishi va uzluksiz g'alaba qilishga qarab yuzlandi. Choybalasanning va'dasiga asosan Sovet ittifoqi va Mongoliyaning qo'llashi hamda bu davlatlarning harbiy siyosiy maslahatchilarining qatnashishi ostida 1944-yili 10-oyga kelganda Chingilning Bulg'in daryosi bo'yida 6 oy vaqtliq milliy inqilobiy hukumatı qurilib, Osman Islom hukumatining boshlig'i Dalilqon Sugurbayev muavin boshliq ham qo'shimcha harbiy bosh qo'mondon bo'ldi. Latif Mustafa, Ramazan Bulim, Uyg'urlardan Mulla Islom Ismoilov qatorliq 10 kishi hukumat a'zosi bo'lib bekitildi. Hamda partizanlar tartibga selinib, 9 cho'ng atratga bo'lindi. 6 oy vaqtliq milliy inqilobiy hukumatining qurilgan vaqti haqida har xil qarashlar bor. Ba'zi manbalarda bu hukumatning 1944-yili 7-kuni G'ulji qo'zg'oloni portlab, 12-noyabr kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vaqtliq hukumati qurilgan kun bilan o'xshash kunda maydonga kelganligi ko'rsatiladi. 6 oy vaqtliq milliy inqilobiy hukumati amaliyotda qozoqlarning 6 oyni ayrim idora qilish va yo'lga tashlangan qadam bo'lib, bu ijobiy jihatdan butun 6 oy viloyatidagi qozoqlarning kurashga otlanib, mazkur viloyatdagi Gomindan qo'shinlarining mag'lubiyatini va butun 6 oyning ozod bo'lish qadamini tiziltish rolini o'ynagan bo'lsa-mu, ammo salbiy jihatda Osman va uning bir qism tarafdorlari jumladan qozoq millatchi guruhlarining keyingi vaqtda G'uljida ta'sis qilingan Cumhuriyet hukumatini e'tirof qilmay, uning bilan dushmanlashib, hatto ichki urush qo'zg'ab, begunoh qonlarning to'kilishidagi omillarning biri bo'lib qoldi. Sovet ittifoqi va Mongoliyaning harbiy va moddiy ma'naviy qo'llashi ostida Osman Islom va Dalilqon Sugurbayev rahbarligidagi 6 oy partizanlari Gomindan qo'shinlariga qarshi 6 oy tavasida partizanlik urushlarini jiddiylashtirib, ilgari keyin 6 oyning ko'p qism joylarini ozod qilib, keng doirada baz qurib, Gomindanning bu viloyatdagi mavjudligiga qattiq tahdid solgan. Gomindan qo'shinlari yana Sarsumbi shahri, Jimnay, Burchin qatorliq joylarga qamalib qolgan bo'lsa-mu, biroq qo'zg'olonchilarning bu joylarni bo'libmi Sarsumbuni ozod qilish imkoniyatiga ega bo'lolmay turgan ahvol ostida Nilqi tog'larida portilgan qo'zg'olon tez ulg'uyib, G'ulji qo'zg'olonining portlishi va Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vaqtliq hukumatining qurilishi bilan Ili, Tarbag'atay va Oltoy viloyatlarining to'liq ozod qilinish sharoiti paydo qilindi. Milliy armiya 1945-yil 6-oydan e'tiboran 3 front bo'yicha urush boshlaganda, Shimoliy frontda jang qo'lg'ichi qo'shinlar Georgiy Palinov va keyin Fatih Leskin qo'mondonligida ilgari keyin Tarbag'atayni ozod qilib, Oltoyga yurish qildi. 1945-yili 9-oyda Milliy armiyaning Leskin qo'mondonligidagi 3-otliq ayrim brigadasining oldin yurar qismlari Oltoy partizanlari bilan uchrashib, Sarsumbi shahri va boshqa joylarni ozod qilib, Oltoy, Ili va Tarbag'atay viloyatlarini bir gavdiga aylantirdi. Demak, Oltoy to'liq ozod qilinishi bilan 1945-yili 12-sentabr kuni Cumhur raisi Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi qatorliqlar Oltoyga kelib,
yig'in chaqirib, Osman Baturni valiylikqa tayinladi hamda Oltoyni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining bir qismi deb e'lon qilish bilan barliq idora organ boshliqlarini xizmatga qo'yib bo'lib, G'uljiga qaytib ketdi. Osman Islom Alixon Töre bilan ko'rishni rad qilgan bo'lsa-mu, uzun o'tmay ko'p undashlar bilan yayloqdan qaytib, Oltoyning valiylik vazifasiga o'ltirdi. Oltoyning ozod qilinib, G'ulji bilan bir gavdiga aylanishi ham Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vaqtliq hukumatining bir tutash rahbarligini qabul qilishi, ishga oshirish bilan tang Sovet geologiya xodimlarimo Ko'kto'qay kon rayoniga qaytib kelib, kon qazishni boshladi. Oltoyning muavin valiylik o'rnidan tortib, xeyli ko'p bir qism rahbariy organlar Sovet ittifoqidan kelgan va yoki shu yerning ta'sirini qabul qilgan kishilarning qo'liga o'tdi. Sovet geologlarining Ko'kto'qaydagi kon rayonlariga qaytib kelgan vaqti haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Oltoy inqilobining shohidlaridan Fatixon Sugurbayev o'z aslamasida Sovet geologlarining 5-oyning boshlarida kelib o'rinlashganligini yozsa, Qozoq tarixi shohidi Hoji Nabiy Valiyevning ko'rsatishicha 1946-yili 4-oylarda Osman Ko'kto'qayning Aral yayloqlariga chiqib ketib, o'z oldiga harakat boshlagan vaqtlarda kelganligini aytadi. Amaliyotda bularning ko'rsatgan vaqtlarda ancha cho'ng farq yo'q bo'lib, asosan birdaklikka ega. Ya'ni bu Oltoy ma'muriy va harbiy jihatdan ili hukumati bilan birlikka kelib, bir tutash ish yurgizish bilan G'ulji va Sovet ittifoqi tarafdorlarining Oltoydagi rahbarlik o'rni mustahkamlangan. Osman va uning tarafdorlari bo'lsa ojizlashgan mazgil edi. Uning ustiga yana bu mazgilda Sovet ittifoqining milliy ozodlik harakatga tutgan pozitsiyasida o'zgarish yuz berib, milliy armiyani davomli hujum qilishdan to'xtatib qo'yib, uning aksicha Sharqiy Turkiston Jumhuriyat vaqtliq hukumatini Junhua Mingo hukumati bilan tinchlik suhbati o'tkazishga da'vat qilish natijasida ikki taraf orasida suhbatlar davomlashgan edi. Ani shu cho'y bolasining va'dasi bo'yicha o'zini Oltoyning xoni deb tushungan hamda Oltoyni ayrim bir xonlik qilishni ko'ngliga pukib, jon tikib kurash qilgan Osman Batur G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini e'tirof qilmadi. Uning nazarida Stalin bilan cho'y bolasan o'zini va qozoqlarni oldigan ham o'z va'dasida turmagan aldamchilardan iborat bo'lib, shuningdan keyin Osmanning kurash qiladigan nishoni qaytadan Sovet ittifoqi va Mongoliyaga qaratilib, Sovet geologiya xodimlari va konchilari doim uning hujumiga uchrab, Beriya qaytadan xotirjamsizlikka tushdi. Chunki Moskvaning Uran plani to'sqinlikka uchragan edi.